bir kunda yuzlab kelaversa minglab insonlar yozadi. Общий 2000 dan ziyod foyda bo'ldi. O'zbekistonda erkinlik yolg'on deb o'ylaganman boshlanishda. Bularda birinchidan rezultat nol, rezultat yo'q va soha bo'yicha biror bir kitobni ikki varaqlab o'qib ko'rgan insonman. Bir necha yil oldin TikTok bilan shug'ullanib yurgan TikTokerlar yoki bir necha yil oldin psixolog bo'lib yurgan psixologlar hozir treyder bo'lganda va nechadir oy o'tar o'tmas sразу odamlarni tortib o'qitishga harakat qilyapti. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ushbu intervyuda siz shogirdim Isfandiyorda noldan tortib hozirgi darajagacha chiqqan holatlarini va nimalarga erishgani, nimalardan foydalangani haqida bilib olasiz. Isfandiyor, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'p, intervyuni bugun Dubay shahrida olyapmiz. Birinchi intervyumiz bu shogirdlarim bilan. Hali hamma shogirdlarim bilan intervyu qilishni rejalashtirganman. Bugungi aynan bu yerda o'tirib, mana shu yerda intervyu olish sizga nasib qildi. O'zingizni tanishtiring, marhamat. Qayerdansiz? Qancha bo'ldi? Nima ish bilan shug'ullanasiz? O'zi shu haqida ozgina tushuncha bering. Malik charchamayapsizmi? Rahmat shu Dubayga taklif qilganingiz uchun birga kelganimiz uchun. Ismim Isfandiyor bilasiz. 2001-yilman. Endi shu sohani anchadan beri kuzatib yuraman, 3 yillardan beri. O'zim birinchi kirib kelganim Uzex bo'lgan. Uzex birjasida ishlab, tajriba orttirib, ustozlarni o'rganib ishlab kelganman. Boshdan ko'p muddat kuzatib yurganman. Sizni kuzatib, boshqa ustozlaringizdan shu asta-asta kirib kelib, keyin где-то 1,5 yil oldin yozgandim o'zingizga, asta yozib, ko'rdim, Instagramga ham qo'ydim buni yaqinda. Primoylaringizda yozib, tanishib, ozroq qilib, keyin Telegramda yozib, men ko'rishaman, Navoiyda, o'zi Navoiydaman, keyin Toshkentga borganimda ko'rishaman, gaplashib olaman, aniq qolaman va oxir-oqibat baribir kursga yozilaman degan niyat bor edi. Shunaqa niyat qilib qo'ydim. Keyin o'sha Navoiydan to'liq ko'chib kelish rejamiz bor edi, cho'zilib ketdi orada. 1 yilcha cho'zilib ketdi. Cho'zilib ketganligi uchun ham ancha vaqt kela olmadim. Faqat primoylaringizni ko'rdim, darsliklar, videolar, Telegramdagi ularni ko'rib yurdim. Keyin kelishimizga yaqin yozishib, kelib o'zingiz bilan ko'rishib, gaplashib, lekin sizni topish oson bo'lmadi baribir o'shanda ham. Ancha Telegram, Instagram hammasidan yozib, atmetga qilib, keyin ko'rishib, gaplashdik. Ko'pchilik shunaqa deydi, topish oson emas, lekin topsa bo'ladi. Hammani o'ziga yarasha ishlari, o'ziga yarasha rejalari bo'ladi va har doim ham ortiqcha vaqti bilan odamlarga javob yoza olmasligi mumkin. Masalan, shu bilasiz Instagramda yoki boshqa joyda blogerlarning auditoriyasi ko'p, blogerlarga yozadigan bo'lsangiz, ular imенно sizni o'sha chatdan topa olish juda qiyin bo'ladi. Misol uchun o'zimga kerakli bo'lgan chatlarni ham topishim qiyin, chunki bir kunda yuzlab kelaversa minglab insonlar yozadi. O'shaning uchun hammaga ham javob berib chiqishga texnik ulgurmaymiz. Sohaga kirib kelganingizdan keyin nimalar o'zgardi, nimalarga erishdingiz, natijalar qanday bo'lyapti, shular haqida qisqacha gapirib bering. Sohaga kirib kelishim, siz bilan yozishib, ko'rishib, kelishib, individualniy kursga a'zo bo'ldim, o'zingiz bilasiz. Birinchi men komandaviy общий birga o'qish niyatim bor edi, boshida shunaqa bo'lgan, lekin o'zimning Uzexdagi ishlarim, ozroq yig'ib qo'ygan pullarim, ko'p rejalarim sababli kelajakda o'ylab, shu komandaga qo'shilish, boshqa rejalarni o'ylab, individualni o'qishni afzal ko'rib, individualni kelganman. Xudoga shukr, men o'qib boshdan zo'r. Asta-asta o'rgandim. Siz bilan yanvar oyida boshlagandik. 5-yanvar kuni ko'rishganmiz. Adashmasam 7-yanvar kuni dars boshlangan, to'g'rimi? Shunaqa. Yangi yildan oldin ko'rishdik. 30-dekabrda ko'rishdik, birinchi ko'rishganmiz. Shunaqa. Keyin dars o'tgan. Hamma o'quvchilarni ham bunaqa maqtavermayman, chunki ba'zi o'quvchilar keladi, ba'zi insonlar keladi. Gap yoshda emas, lekin ba'zi insonlar keladi, intiluvchanligi yo'q umuman. O'zi harakat qilishni xohlamaydi. Shunchaki nimagadir erishib qolishni xohlaydi. Misol uchun qanaqadir signal kanal yoki qanaqadir robotlar, qanaqadir narsalarni kutib yoki meni yonimda yurib, men bilan birga savdo qilib, o'sha men unga signal berishimni kutadi. Shunaqa insonlar ham bor. Lekin sizda men u narsani ko'rmadim. Siz ko'proq intilib, ko'proq o'zingiz harakat qilish uchun kelgansiz bu yoqqa, bilaman. O'zingiz ustida ancha ishladingiz va mana mehnatini ham ko'rdik, bir oy bo'lmasdan. O'zi yaxshigina daromad qilgansiz. Hozir buni ham haqida aytib beraman. Isfandiyor 2 hafta ichida qancha daromad qilgansiz? 2 hafta ichida общий risklarga amal qildim. Ozroq buzdim ham o'rtada. Общий 2000 dan ziyod foyda bo'ldi. Zo'r. 1200 ni yechdik. Keyin shu rejalarni o'ylab, rejalar hisoblab, ozroq qolgani hozir depozitda shu yerda aylantirib. Hozir savdo qilyapsiz o'sha summalar bilan, tushunarli. Xo'p, o'zi daromadga chiqqan shogirdlarim juda ham ko'p, lekin hammasi bilan ham bunaqa o'tiravermayman, bilasiz.
sizni hurmat qildik, mana birga ishladik, o'zingizga nisbatan ishonchingiz ancha yuqori va hozir bizlar bilan birgalikda komandamiz a'zosiz va bizlar bilan birga savdo qilib yuribsiz, to'g'rimi? Mana shu emotsiyalar qalay bo'ldi? Misol uchun, oldingi holatingiz bilan A точка bilan hozirgi B точканgizni farq qilib, farqini aytib bering. Qanaqa bo'lgan? Misol uchun sizda taassurotlar qanaqa? Misol uchun oldin bizlar bilan ko'rishish siz uchun orzu bo'lganmizda qaysi ma'nolar, bizlar bilan ko'rishib, o'tirib, bizlar bilan trade qilish qanaqadir orzu bo'lgan bo'lsa, mana hozir bundan ham yuqoriroq narsada o'tiribsiz. Ya'ni bizani komandamiz bilan birgalikda savdo qilyapsiz, bizlar bilan birga ishlayapsiz va bizlar bilan mana hozir Dubayda birga o'tiribmiz, to'g'rimi? Mana shu darajaga kelganingizgacha bo'lgan yo'llarni bitta tushuntirib berasiz. Qanaqa bo'lgan emotsiyalar, o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Hozir oldin qanaqa his qilardingiz? O'zbekistonda ishlab, u yoqqa yurdik. Bu sohaga kirib kelib, to'g'ri boshida ko'rishish, birga gaplashish, birga yurish, birga ovqatlanish, o'sha treyderlardek hayot kechirish, yoningizda yurib ozroq yashashdan, gapirishdan, yurish turishdan, umuman hamma trade qilishdan, bozorni ko'rib, hammasidan o'rniga olib o'sib bordik. Unaqa ko'p vaqt ham o'tmadi. Haligacha o'rganyapmiz, haligacha ko'rib boryapmiz. Xursand bo'laman. Shu boshlaganimdan beri hozirgacha ancha o'zgarish bo'lgan o'zimda ham sezaman. Umuman yashashim, erkinlik, O'zbekistondagi erkinlik, misol chetga bemalol chiqib ketdik. Hamma uydagilarda ham, ishlarda ham yig'ishtirib, xohlagan vaqtimiz bemalol chetda hozir mana aylanib yuribmiz. Hammasiga rahmat, shu asta o'rnak olib o'rganib yuribmiz. Xo'p, A nuqta bilan B nuqtaga keladigan bo'lsak, A nuqtada men bu narsa hammada bo'lsa kerak. Hozir asosiy ko'pchilik podpischiklaringizda hammasida bo'ladigan narsa qanday qilib savdo ochadi, qanday hayot kechiradi, bu qanday analiz qiladi. Hozir analiz qilayotgan bu chiziqlar, misol liniyalar, misol o'sha switchlar, umumiy grafik nimadan iborat o'zi, hammasi tushunmasdan boshqa qarab, prosta shu harakatni prosta kuzatib boradi. Hozirgi vaqtda shu A nuqtadan B nuqtaga o'tish vaqtida ancha o'zgarish katta. Misol A'da prosta bilib yurgan bo'lsak, bila olmay. Hozir B nuqtada shu siz qilayotgan analizlarda ham ko'ra olyapman. Siz qanday hayot kechirayotgan bo'lsangiz, xuddi shu hayotda ham o'zim ham borman. Hozir chizayotgan o'sha analizlaringiz, qilayotgan daromadlaringizni hammasini o'zi tushunib boryapman, ancha tushunarli bo'lyapti. A nuqtada keyin yana bitta narsa, asosiy narsalardan biri, bu sohani boshlashdan oldin yolg'on deb o'ylaganman boshlanishda. O'zi pul yetsa bo'ladimi, qanaqa broker tanlash kerak, ishlab turib qancha foyda yetsa bo'ladi. Umumiy misol bir oyda kichkina pul bilan ham yoki katta depozit bilan ham qanchagacha daromad qilsa bo'ladi. Ishonchsizlik, ozroq yolg'on sifat bo'lgan, ko'nglimda ham baribir ishonch bo'lgan. Bu narsa qolgan ko'pchilikda ham bo'ladi. Har xil chetdan keladigan gaplardan o'ziga nisbatan ishonch pasayib, g'alati fikrda bo'lib qolishi mumkin, lekin ko'nglimning tubida baribir ishonch yotadi. Shu sohaga kirib borsam, vaqti kelib natijaga erishaman, qisqa vaqt ichida baribir natijaga erishaman degan fikr bo'ladi. O'sha orqali natijaga erishish mumkin. Ya'ni mana daromad qilib, o'sha $2000 ziyod mablag' yechganimdan keyin, yana undan tashqari yana dalish ishlab, undan boshqa o'zi hammada ham bo'ladi. Boshida misol uchun o'zimda ham bo'lgan, sohaga qanaqa pul topsa bo'ladi, onlayn ishlar. Hozir zamonaviy kasblar ko'payib ketgan. Bularni qaysi biridan pul topsam bo'ladi? Qanaqasiga men moliyaviy erkin bo'lishim kerak? Qanaqasiga erkin bo'lishim kerak degan savollar juda qiynagan. Hozir mana o'zim mana shu narsada yashayman. Ya'ni o'zim o'sha ko'rgan, o'zim orzu qilgan hayotimni hozir yashayman. Va men uchun bu narsa motivatsiya, oilam uchun, o'zim uchun vaqt ajratayotganim, yaxshi daromad qilayotganim va emin erkinligim bu men uchun motivatsiya bo'lgan. Aynan xuddi shunaqa holat hammada bo'ladi. Va ko'proq bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Mana boshlayotganingizda uydagilaringiz qanaqa fikr bildirishgan? Uydagilarimda keladigan bo'lsak, ayamlar bizda aya deyiladi. O'zim onam ishonganlar. Boshida aytib qo'yganman, o'sha O'zbekistonda ishlayman mana. Shu natijaga erishdim, mana shuncha 3 yildan 3,5 yillik tajriba bor. 3 yildan beri ishlayib yuribman. Umumiy jahon bozoriga ham, umumiy shu katta birjaga o'tish niyatim bor, uni o'rganish niyatim bor. Bundan ham kattaroq natijalarga erishaman nasib bo'lsa degan gaplar aytganimda qarshilik bildirmaganlar. Harakat qil, mayli o'rgan, ishonaman deganlar. Akamlarda bir ikkita payt bo'lgan. Ozroq misol akam jo'ralaridan, o'rtoqlaridan chetdan eshitib ko'rgan, ozroq ishonchsizlik bo'lgan. Qara, o'ylab ko'r. Faqat ko'p risk qo'rma, misol qadamingni o'ylab bos. Pul kiritayotganingda ham, kiritayotgan pulingni o'zing nazoratga ol. O'zi kimdan o'rganyapsan, qanaqa ustozdan o'rganyapsan? Prosta kurs o'tadigan odam emasmi? Haqiqiy natijasi bormi? Necha yillik tajribaga, realni o'zi pul yechganmi, pul ishlaganmi? O'sha ishlagan, yechgan puliga nima olgan o'zi? Qanaqa hayotda hozir yashaydi degan savollar bo'lgan. O'sha hammasini ko'rib, kuzatib,
o'sha o'zim savollarimga javob topgandan keyin kelib o'rganish boshlagan. Oxir oqibat $2000 olib kelib, o'sha pulingiz bilan o'qidingiz. Zo'r, gap yo'q. O'zi baribir hammada bo'lar bu narsa. Misol uchun bir A nuqta bilan B nuqtada, uch nuqtada o'rtoqlari ham aytadi, misol uchun ota-onasi ham, oila a'zolari ham hid qilishi mumkin, qanaqadir yomon fikrlar bildirishi mumkin, lekin baribir bu narsalar o'tib ketadi, to'g'rimi? Qarang, hozir shu gapingizga, misol o'zim yaqinda do'stim bor. Shu do'stimda ham shunaqa holat bo'ldi. Boshida o'rganayotganda $2000 ga boshladim deb aytganda, "Voy, nima uchun qimmat, o'shani pulga boshqa narsa qilsang bo'lmaydimi?" U deb ishonmagandi. $2000 yetganidan keyin ishonib, o'zi ham meni o'qigisi kelyapti. Chunki o'zini boshqa bir qo'sh tirnoq ichida boshqa kurslarga borib o'rgangan kursdoshlaridan ko'rgan, natijaga chiqa olmagandan keyin ishonmagan. "Men boshlayapman" deganimda, qo'y jara u deganda, do'stim shunaqa deganda, men boshlab o'sha pul yetganini ko'rgandan keyin o'zi ham yana o'qigisi kelib qoldi, o'rgangisi kelib qolgan. Sohaga kirib kelish niyatida yuribdi. Tushunarli. Sohada eng katta qilgan daromadingiz qancha bo'ldi bir kunda yoki bir haftada o'zi umuman? Bir haftada $800. Bir haftada $800 daromad qilganingiz. Uni qo'yganman. Uni esimda, bir haftada $800. Undan keyin juda qattiq jo'ska turdim risklaringizga. Undan keyin kichkina lotlarni ochib, hozir kichkinaroq risk qilib ishlayapsiz. Lekin bu natija juda zo'r, chunki $800 ishlash yaxshi. Riskka amal qilgan holda ishlagansiz buni ham ko'rganman, lekin ko'pchilik misol uchun $800 boshqalar ham ishlashi mumkin yoki $8000 ishlashi mumkin, lekin ular riskka amal qilmasdan juda ham katta risk qilib turib, ya'ni hamma pullarini deyarli riskka qo'yib turib ishlagan. Xo'p, o'rtoqlar, hozir juda ham ko'pchilik inson zamonaviy kasb tanlayotganda qanaqa yo'nalish tanlashi va qanaqa hayot kechirishi ko'pchilik o'ylab qolar, lekin trading bu faqat zo'r taraflardan, faqat yaxshi hayotlardan iborat emas. Bu nuqtagacha kelishgacha ham ancha peshona ter to'kilishiga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Misol uchun Isfandiyor ham birdaniga kelib qoldi. To'g'ri, tez keldi, sababi buni yonida men borman va bizani komandamizda bo'lganligi uchun ko'proq daromad qilishga erishdi. Agar siz yangi soha tanlamoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, qaysi sohaga kirmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, oldin o'rganing, qaysi sohada qanaqa yashaysiz. Misol uchun biladi odamlar, misol uchun kimdir o'qituvchi bo'lishi mumkin, kimdir harbiy bo'lishi mumkin, kimdir vrach bo'lishi mumkin. Bular hammasi jamiyatga kerak bo'lgan kasblar. Ya'ni bularsiz ham bo'lmaydi. Lekin boshqacha kasblar ham tanlab ko'rsanglar, o'zingizlar uchun misol uchun qo'shimcha daromad qilishga ham, o'zingizlarning hayot tarzingizga o'zgarishiga ham sababchi bo'ladi. O'zim juda ham ko'p sohalarda ishlab ko'rganman. Shu narsadan kelib chiqib hozirga bemalol maslahat bera olaman. Odam baribir moliyaviy erkin bo'lgani, moliyaviy mustahkam bo'lgani va umumiy olganda erkin yashagani, ustida hech qanaqa xo'jayin bo'lmasdan o'zi daromad qilgan summani o'zi ishlata olishi bu juda ham katta bir ne'mat deb bilaman. Shuning uchun siz endi o'rganmoqchi bo'lib turgan insonlarga nima maslahat berasiz? Nimalarga e'tibor berish kerak? Ana siz o'sha etapdan o'tib ketdingiz. Men bu etapda o'tganimga ancha bo'lib ketgan. Ozgina qiynalaman bu narsada. Misol uchun hozirgi urovnim bilan oldingi A nuqtamdagi urovdagilarga qanaqa maslahat berish to'g'risi bilmayman. Hozirgi holatda ayni pikiga chiqqan holat, ayni hozir O'zbekistonda juda ham rivojlanayotgan holat. Eslab bilaman 2019, 2018, 20-yillar atrofida o'sha karantindan oldin, o'sha pandemiyadan oldin 3D Max, IT texnologiya, ana shu sohalar juda ham rivojlanib, hamma 3D Maxchi, SMMchi, IT texnologiyachi, shu programmist shunaqa bo'lib ketgan. Qayerga qarasangiz hammani o'rganyapman bu deyilganda, lekin oxiri saralanib, o'z natijasiga chiqqanlar eplaganlar eploldi, eplamagalar tarqab ketdi. Hozir ham ko'rishingiz mumkin, blogerlar ham trader bo'lib ketdi, oshpazlar ham trader bo'lib ketdi. Qayerga qarasa hamma trader. O'sha farqlashda eng kerakli narsa men tomoshabinlarga, kuzatuvchilarga aytaman, filtrlashni o'rgansin. Juda ham yaxshi uzoq muddatda ko'rib, uzoq emas, yaxshiroq natijalariga qarab filtrlasin. Oshpaz blogerlarga emas, haqiqiy o'zim sohasida tushungan ancha tajribaga ega, yillik natijaga ega traderlardan o'rganib shunaqa kesin. Shunaqa filtrlashni maslahat. Mana shu gapingizga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Hozir men ko'raman. Bir necha yil oldin TikTok bilan shug'ullanib yurgan TikTokerlar yoki bir necha yil oldin psixolog bo'lib yurgan psixologlar hozir trader bo'lganda va nechadir oy o'tar o'tmas sразу odamlarni tortib o'qitishga harakat qilyapti. Mana shunaqa insonlar ham bor. Bularda birinchidan rezultat nol, rezultat yo'q va soha bo'yicha biror bir kitobni ikki varaqlab o'qib ko'rgan inson emas. Men o'zim soha bo'yicha tegishli bo'lgan kitoblardan 20 tadan ko'p kitob o'qiganman. Mana shu imенно soha bo'yicha. Chunki ustozlarim qanaqa kitob o'qigan bo'lsa, menga o'sha kitoblarni tavsiya qilishgan. Ancha-muncha ustozlarim bor, bilasizmi? Men Dubay shahrida ham 2-3tasi bilan ko'rishdik. Mana shu insonlardan ko'p narsani o'rganganman va sizga ham ko'rsatgan kitoblarim, sizga ham bergan kitoblarim mana shu insonlar berishgan.
Endi hozirgi paytda lekin kitob o'qishni maslahat bermayman, chunki kitobdan o'rgangandan ko'ra o'zi treyderda o'zidan borib o'rganish oson bo'lib qoldi. Ya'ni ustoz tanlash kerak. Ustoz sizga o'sha uzun kitobni yaqinroq qilib yetkazib beradi. Ya'ni ustoz tanlashda adashmaslik kerak. Xo'p, qanaqa yana murojaatlaringiz bor tomoshabinlarga? O'rgansam, yana katta maslahatim, o'zingizlarni pulingizdan boshlanglar. Hech kimdan qarz olmanglar, uydagilardan, ota-onalardan, aka-ukalardan olmanglar. Chunki uni mas'uliyati bo'ladi. Baribir kimdandir olsanglar, 1-2 oy o'tgandan keyin bu trading ham 1-2 oyda zo'r natijaga chiqib ketadigan soha emas. Yillik baribir o'rganish kerak, sabr bilan o'rganish kerak. Birovdan olgandan keyin boshlaydi. Qani natijang deb shuncha oy o'qiding, qani deb birdan kelib qoladiganda, birdan 2-3 ming, 5-10 ming topib yuboradigan. Shunga o'zingizlarda pulinglar bilan ishlab, yig'ib, o'qinglar, depozit kiritinglar. Eng kerakli narsa yana bittasi, depozitinglar bo'lmasa ham bilim uchun хотя бы sarflanglar, o'rgansanglar, prop-shot kompaniyalardan ham olib ishlasa bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, sizga kattakon rahmat Isfandiyor. Xudo xolisa, bundan katta ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman sizga. Bizning komandamiz a'zosiz va hozirgi momentda biz komandamizni yana ham kengaytirmoqchimiz. Hozir Dubay shahriga kelib mana ko'p narsa o'rgandik, to'g'rimi? Ancha-muncha joylarga borib, misol uchun qanaqa qilib arzonroqqa mehmonxona gaplashish, qanaqa qilib hammada bo'ladi baribir. Misol uchun ekonom qilish, trader degani faqat pulni sochib ishlatish kerak degani emas. Bo'ladi hammada. Misol uchun keyingi safarda men juda ham ko'p shogirdlarim bilan va komandamiz a'zolari bilan birgalikda mana shu yerga kelishni niyat qildik. Isfandiyor bilan mana shu narsani reja qilganmiz. Komandamizga qo'shilish imkoni bor. Buning uchun pastdagi havolaga o'tasizlar. Telegram kanalimga o'tib, Telegram kanalida kuzatib borasizlar. Telegram kanalida juda ham ko'pchilik Instagramda, YouTube'da qo'ymagan ma'lumotlarimni qo'yib boraman. Agar savolinglar yoki taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Isfandiyor, sizga kattakon rahmat. Omad tilayman, ishlaringizga rivoj.